Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sog'ommisizlar. Mana Ramazonni ham oxirgi kunlar yakunlab qoldi. Hamda kelayotgan hayit ayyomlar hammaga muborak bo'lsin. Endi hozir mana boya va'da qilganimizdek, sizlar bilan birgalikda Amerika fond birjasidagi o'sha muhim indekslarimizni, muhim ko'rsatkichlarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Qo'shimchasiga kriptovalyuta bozoridan o'sha Bitcoin, Ethereumni balkim birgalikda tahlil qilishimiz mumkin. Shu sabab hozir kelinglar, birinchi o'rinda eng zo'r bitta indikator bor, ya'ni VIX degan indikatorimiz bor. Bu nima desa, bu aslan qo'rquv va ochkozlikni aniqlash uchun ko'pincha ishlatamiz. Ya'ni bozordagi hozirgi holatda investorlar, ya'ni sarmoyadorlar qanchalik bozorda ishonch bilan investitsiya qilishga tayyor yoki qanchalik qo'rquv balandligini belgisini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir mana VIX indeksini kunlik time frame'da ko'rayotgan bo'lsak, hozirgi paytda o'zidan oldingi barcha maksimlarni yengilab oldi. Hozir qo'rquv yuqoridami, pastdami desa, aslida hozir qo'rquv balandroq. Ya'ni hozir ko'rasizlar, butun dunyoda bo'layotgan voqeliklar, ya'ni shu urushlar, neft bazalariga bo'layotgan atakalar, Azmurskiy prolivda bo'layotgan voqeliklar barchasi tabiiyki ta'sir qilyapti. Shuning uchun ham qo'rquv sal yuqori darajada. Qo'rquv nimaga kuchli tashamayapti, tushib ketmayapti deydigan bo'lsak, chunki hali ham yengillik ushlab turibdi o'zini qaysidir ma'noda. To'g'ri, aytishimiz mumkin, Izraelda o'sha bosh vaziri deymizmi-da, Netanyahu'mida, o'sha tilni ham nima deydi, ismini ham gapirishga aniq qilamiz. O'sha inson o'ldi degan gaplar bor, o'shanga taalluqli bo'lgan videolar bor, ular sun'iy intellekt deyishyapti. Barchasi hozircha mishmishlar. Agar bu rostdan ham qaysidir ma'noda mishmish realga aylansa, bozorga bu tabiiyki katta volatillik hisob keladi. Chunki barcha boshida mana shu bo'layotgan voqeliklarni boshida katta boshqaruv insoni bo'lib turgan inson o'sha. Tabiiyki u salbiy natija, ya'ni o'sha bo'layotgan yengillik ular uchun salbiy, biz uchun qaysidir ma'noda ijobiy, tabiiyki. Bozorlar uchun ham ijobiy bo'lib ketishi mumkin. Chunki bu holatdan keyin butun bozordagi vaziyat o'zgaradi. Butun bozordagi pul oqimi o'zgarishi boshlaydi. Mana hozir ko'ryapmiz tillani. Tilla bu qanaqa instrument deydigan bo'lsak, tilla bu qo'rquv yuqori bo'lganligi narxi o'sishi kerak bo'lgan instrumentlardan bittasi. Mana hozir ko'ryapmiz, qo'rquv ham o'syapti, ya'ni qo'rquv yuqori darajada, tilla ham 5000 atrofida turibdi, ko'ryapmiz. Endi agar qo'rquv yanada yuqorilab ketsa, ya'ni bu bo'layotgan urushlar yana chuqurlashib ketaversa, tilla tabiiyki kuchli darajada o'sishga olib keladi va bu degani Nasdaq, boshqa bizlarning sohamizdagi indekslarimiz tushishni boshlaydi. Endi mana hozir Nasdaqqa o'tdik. Mana ko'ryapsizlar, Nasdaqimiz hozirgi paytda qisqa muddatli, ya'ni lokalniy уровень deb aytamiz. Lokalniy уровеньda qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlash nuqtasida turibdi. Agar mana mana shu joyidan yuqoriga qarab yurayotgan ekan, mana o'zidan oldingi maksimum yengil olsa, ya'ni bunday chiqib yengilasa, любой откатdan dalish ketishi mumkin. Lekin degan joylar bor. Hozirgi paytdagi sotuvlar sal kuchliroq, yengilliklar sal kuchliroq va globalni biz nima desak bo'ladi? Tushuvchi time frame'damiz, ya'ni tushuvchi trenddamiz. Endi bu qachonki mana shu joy bizib o'tsa, keyin dalish yurishi mumkin. Shuning uchun mana mamitdagi уровень ushlab qolishini kutamiz va bu holatdan pastga tushib ketib qolmasagina yuqoriga qarab yurish ehtimolimiz bo'ladi. Bu masalan hozir mana sizlar bilan texnik tahlil ko'rib chiqamiz. Shu texnik tahlilimizda fundamental tahlil qo'shilsagina kuchli o'sishlar paydo bo'ladi, kuchli yurishlar paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha bozordagi qo'rquv pasaysa, urushga oid bo'lgan ma'lumotlar ancha sustlashsa, o'zi seasonality degan narsa bor-da, sezonность degan narsa bor. O'zi aslida sezonность bo'yicha qaraydigan bo'lsak, biz hozir mana mart oyini yakunlab qoldi, aprel, may, to'g'rimi? Mana shu oylar o'zi aslida juda ham zo'r sezonность bo'yicha o'suvchi vaqt oralig'i hisoblanadi. Ya'ni umumiy bozordagi 12 oy bo'lsa, 12 oydagi eng yaxshi o'sishlar aprelda, maylarning o'rtalarigacha bo'lgan. Shuning uchun qani aprelga kuzatamiz. Hozir nima deyishimiz mumkin? Qanday savdo qilamiz mirolim desanglar, hozir mana boshqa aktivlarni MAG 7 larni ko'ramiz, sizlar bilan o'shanda pozitsiyalarimizni belgilab ketamiz. Mana hozir ko'rishimiz mumkin, SP500 kelinglar, birgalikda ko'ramiz. SP500 dan nima bo'lyapti deydigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu
o'zidan oldingi minimumga nisbatan hozir sal yuqoriroqda yopilgan, endi balandroqqa yurishni boshlasa juda ham zo'r. O'zidan oldingi mana 6850 ni yengilab olsa zo'r. Yengil olmasa bu dalish pastga ketadi. Endi mana ключевой уровеньlarni keyingisi mana 6511, mana shu joy yengilasa pastga bundan keyin katta bo'shliq bor. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bundan keyin katta bo'shliq bor. Shuning uchun mana hozir kritiskiy уровеньda turibmiz. Agar mana shu joylardan korobka hosil qilib olaylik. Mana shu korobkadan yuqoriga chiqa olsa, dalish tepaga qarab yuramiz. Pastga qarab ketsa bo'ldi. Ya'ni uzoqroq depressiyaga deydimi, uzoqroq chuqurroq korreksiyaga tushishimiz mumkin. Endi bu korreksiyaga tushganimizdan keyin tabiiyki boshqa barcha aktivlarimiz, o'sha magnetdagi aktivlar ham chuqur tushishni boshlaydi. Mana hozir ko'rishimiz mumkin. Magnetni ochdim. Webull platformamizda, ya'ni bizning darslarimizda shogirdlar bilan birgalikda hammamiz mana shu tahlillar uchun Webull ishlatib kelamiz. Shu platformani sizlarga ham tavsiya etamiz. Endi buni chuqurroq platformani tahlillarni qilish uchun agar endi boshlayotgan insonlar bo'lsa, mini kursimizda tabiiyki sizlar uchun juda ham zo'r asqotadi. Reklamni pauza deydi. Xo'p, Tesla'ni ko'ramiz. Kelinglar sizlar bilan. Tesla o'zidan oldingi maksimum yengilagan va globalniy maksimum bor, minimum bor. Shu joyga kelib mana hozir yaqinda bitta tushib shu joyga kelib reaksiya bildirdi va o'zidan oldingi maksimum yengiladi. Bu juda ham ajoyib. Endi mana shu minimum yengilanmasa, lokalniy trendda o'sish ehtimoli bor. Lokalniy trendda. Mana aytadi-yu, as long as this level holds, we good to go. Endi mana shu уровень qachonki zo'r ushab qolsa, ushab tursa, mana shu kunlar 2-3 kunda hal bo'ladi o'zi aslida, mana shu hafta hal bo'ladi. Ushab qolsa bo'ldi, zo'r, dars o'samiz. Endi ushab qolsa, bu chuqurroq tushishi mumkin. Chunki bu yerda ham xuddi shu holat. Уровеньni tagida chuqurroq nima bor? Bo'shliq bor, ko'rasizlar? Shu bo'shliqdan keyin mana 350 уровень bor, undan keyin yana chuqurroq $300 atrofigacha ham tushishimiz mumkin. Ikkita уровень etdik. Mana shu уровеньni biz o'tgandan keyin 350 va 300 mana joylarga tushishi mumkin. Endi Meta korxonasini qaraymiz sizlar bilan birgalikda. Meta korxonasida yaqin kunlarda dividend ma'lumotlari berishi mumkin. Dividend chiqqandan keyin ko'pincha aksiya narxi tushadi. Nima uchun desa, odamlarga bu korxona pul chiqazdi, ya'ni sarfladi. Investorlarga pul chiqazgandan keyin korxonani anchadan beri ushab turgan investorlar pulni olib bo'ldi, dividendini olib bo'ldi. Endi sotishga majbur bo'lishi mumkin yoki sotishi mumkin. Shu uchun ham ko'proq dividend chiqqandan keyin ko'pincha aksar korxonalar tushadi narxi. Chunki dividend olgandan keyin sotaveradi. Endi bu joyda Meta korxonasida hozircha mana Tesla deb aytib o'tdik. Pozitsiyamiz hold, ya'ni ushab turishimiz kerak. Agar olgan bo'lsa ushab turishimiz mumkin. O'sha $380 atrofigacha. Metada ham mana zo'r уровень bor, bir bor, tasdiqlangan уровень kelgan. Endi shu joyga kelsa-yu, mana shu joydan mana reaksiya bildirsa, пожалуйста. U eng zo'ri globalni mana shu joy yengilab olsa, любой откатdan dalish sotib olaveramiz. Tushundinglar? O'zingizlar uchun reja qilib olasizlar. Mana shunaqa reja ssenariy qilib olganlardan keyin agargina mana shunaqa holat bo'lsa, men kiraman. Bunaqa holat bo'lmasa savdoga kirmayman deb tahlillarni qilib borasizlar. Xo'p, ikkinchisi Nvidia'ni ko'rib chiqamiz. Nvidia arosatda turibdi, o'zidan oldingi maksimumlarni yengiladi, mamitiga maksimum ham yengiladi, minimum yengilanmadi, lekin nakapleniya holatida. Navyoli. Bunda ham boyiga aytganimizdek korobka holati. Agar shu korobkadan yuqoriga chiqib, yuqorida yopilsagina nima deymiz? Biza, пожалуйста, tepaga o'sishga imkoniyat bor. O'z korobka mana bundan. Mana ko'rdinglar, mana shu holatdan tepaga ketsa zo'r yuramiz, tepaga. Pastga ketsa bo'shliq, tagida bo'shliq bunda ham. Hammasida ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, similarity, ya'ni o'xshashliklar bor. Bu o'xshashliklar bu ko'proq o'sha bozordagi bo'layotgan voqealiklardan kelib chiqib. Bunda ham tagidagi bo'shliqqa yengilasa ketdi. Kattaroq, chuqurroq tushadi. Nvidia'da ham mana ko'rasizlar, 60 dagi 150 nuqtalargacha tushishi mumkin. Ya'ni $30-35 tushadi atrofida. Apple'da ham mana shu уровеньimiz bor. Mana shu уровень ushab qola olsa, shu joydan nima deydi? Sekin inverse qilib yurishni boshlasa, mana hozir mana shu shamchiroq men uchun juda ham zo'r yoqdi. Bugun agar mana shu shamchiroq tepasiga chiqib yurishni boshlasa, savdoga kirsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu tasdiqlangan уровеньga kelgan. Tasdiqlangan уровень atrofida, ya'ni qo'llab-quvvatlash nuqtalarida turibdi. Agar Apple'da ham shu joyi yengilab ketsa,
bo'shliqni ko'rasizlar. Keyingi bo'shliqning minimumlari 214-200 dollarlargacha tushish ehtimoli bo'ladi. Xo'p, Amazonda ham mana shu zo'r ushab turibdi, lokalniy уровеньda yaxshi ushab turibdi. Mana shu уровеньni ushab dalish tepaga yurishni boshlasa yaxshi, lekin bizib ketsa, mana bu yerda tasdiqlangan уровень bor, 200 dollarlar atrofida. Shu joyda reaksiyasini ko'ramiz. Bu yerda ham yengil olmasa ko'rasizlar, buni tagida katta bo'shliq bor, pastga qarab ketishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lib, o'zimizning savdolarimizdan reja qilib olamiz. Hop, keyingisi bizda Google'da ham ajoyib holat bo'lyapti. Menga juda ham yoqyapti Google'da. Sotuv hajmi ham ancha pasaygan, bu yaxshi. Bu yerda ham уровень bor, уровеньga nisbatan tasdiqlangan, o'zidan oldingi maksimum yangilagan. Mana mashitdan bugungi kunda yashil shamchiroq bo'lsa, bemalol xarid qilsak bo'ladi. Birinchi take profit bot, keyingisi bot, undan keyingisi maksimumga qarab turib savdolarni amalga oshiraveramiz. Ya'ni Google holati hozircha yaxshi. Endi bunda ham xuddi shu, agar o'zidan oldingi minimum yengilab qo'ysa, bo'shliq bor bu yerda ham ko'rasizlar, katta bo'shliq bor. Bu Google'da bo'shliq o 250 dollargacha tushish ehtimolligini ko'rsatadi. Ko'rasizlar, bu yerda hammasida ключевой уровеньlar, ya'ni 50 dollar, 30 dollar tushish ehtimolliklarini ko'ryapmiz. Endi Microsoftda hozirgi holatda bu yerda ham juda ham ajoyib, menga yoqyapti. Nimasi? Pozitsiyam bo'lsa ushab turaman, qatgacha desa, mana shu 280 dollargacha, 380 dollargacha ushab turaman. Mana bu bo'lgan, o'zidan oldingi maksimum yangilagan, tasdiqlagan. Endi mana shu holatdan tepaga yurishni boshlasa, sharabum, покупка. Bugun ko'ramiz, mana ikkita aksiyada ko'rdinglar. Amazon bilan Microsoftda ikkalovida ham bir xil holat bor, o'xshashlik bor. Shu holat bo'yicha tasdiqlanib yurishni boshlasa, bugun покупка qilsa bo'ladi. Kichkina minimal risklar bilan. Endi qo'shimchasiga sizlarga bitta ikkita aksiyalarni aytib o'tib ketmoqchiman. HIMS aksiyasi bor, menga yoqayotgan HIMS aksiya, mana ko'rasizlar, zo'r turibdi. Bu 60 ta, o'birda ham 3-mi videoyimizda aytib o'tganmiz. HIMS aksiyasida 16 dollar atrofida turgan edi. 50% o'sib chiqadi dedik, chunki zo'r yengilligi bor. Menda hali ham pozitsiya bor, ushab turibmiz. Bizning targetimiz 30 dollar, birinchi target, keyingilari уже uzoq muddatda 100 dollargacha ham chiqishi mumkin. Esingizda qolsin, 100 dollargacha HIMS aksiyasi chiqishi mumkin. Endi yana bitta keyingi aksiyani aytishim mumkin. ASTS. ASTS. Mana shu aksiya bu ham juda ham zo'r, menga yoqayotgan aksiyalardan bittasi. O'zidan oldingi minimumdan yengilab, bitta chiqib, o'zidan oldingi maksimum yengilab zo'r atkat qildi. Hozirgi paytda nakapleniya, xuddi shu korobka holati hosil bo'lgan. Shu korobkaning yuqorisiga chiqishni boshlasa, ketdi. Покупка qilamiz, dalish ketadi. Pastga ketib qolsa, bu уровень tagida ham ko'rasizlar, bo'shliq bor. Даже o'sha 50 dollarlar atrofigacha, mana 55-50 dollarlar atrofigacha tushish ehtimoli bor. Shu uchun savdo yilida muhimi har doim esingizda qolsa, savdo g'oya qilayotganingizda ssenariy tuzinglar. Shu ssenariy bo'yicha qachonki mashq holat bo'lsagina men savdoga kiraman, bo'lmasa men kirmayman deb o'zingizga aytishingiz kerak bo'ladi va qonunlar asosida savdolarni amalga oshiringlar. Shu bilan mana hozirgi qisman qisqacha bozorlar to'g'risida aytib o'tdik. Indekslar bo'yicha holat hozircha neytralniy. Agar уровеньlarni belgiladik, o'sha уровеньlardan pastga ketib qoladigan bo'lsa, ya'ni mana shu уровеньlardan pastga ketib qolsa, bu juda ham katta salbiylik. Agar mana shu holatlarni ushab qola olsa, sekin boyiga aytib o'tgan aksiyalarimizga e'tiboran savdolarga kirishingiz mumkin. Qisqa va uzoq muddatli savdolarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Savdoylarda omad, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bizani o'sha Instagram, YouTube va Telegram kanallarimiz orqali kuzatishda davom eting va biz sizlarga juda ham zo'r ma'lumotlar, ya'ni tahlillarni, amaliy savdolarni ulashib boramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.